Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi ko'chmas mulkimiz 73 kvadrat metrdan iborat bo'lgan jihozlari bilan sotuvga chiqqan tayyor kvartira bo'ladi. Do'stlar, 5 etajli domni 4-etajında joylashgan manzilimiz Buyum bozordan o'tgan yerda, ya'ni Mashin bozor ko'chada bo'ladi. Girib sizlar bilan obzorni qilamiz, like'larni bosib kuzatinglar yurtdoshlar. Xonadonimiz polniy komfortli условияsi bilan. Qani ketdik. Yurtdoshlar, kvartiramizning ichkari qismini ham yetib keldik. Ko'rib turganlaringizdek, bu girish qismimiz 100% sharoiti bilan, maksimalniy условия bilan do'stlar. Tak, girish eshiklarimiz, aytib o'tamiz, утепленный, железный eshiklar. Girgandan chap tomonda rakovinamiz, suv sovuq suvdan muammo yo'q. Sanuzel, bu yerda ochiq kuxnyamiz, maksimalniy sharoiti bilan hamma narsasi bor do'stlar. Bir yandan görüp getiveramiz. Bir yandan zalımız, bir de spalnyamiz. Eşikle MDF aytıp öttik. Prihojy mebelimiz girgenden bir yerda yine görüp turganingizday avtomatlarımız bo'ladi do'stlar. Aboydan chiqib turibdi, patoloqlari yine natijnoy galogenli. Bu yerda sanuzelimiz, avtomat kirmashin bavam qoladi, polotensosушитель, Ariston и настенный котелlarimiz şöyle o'rnatilgan ekan. Katta portishkasi, vannasi, unitazi, teplый pol bo'ladi, vычishkasi bor, ishlab turibdi do'stlar. Bu yer kafel o'rilgan. Shu zonamizda teplый pol. Isitish tizimi мощный do'stlar. Bu yerda yana sharoiti maksimalniy darajadadik, o'tirib ovqatlanadigan uголок mebellarimiz. Kuxnyamizda sharoitni ko'ringlar. Bu yerdan посудомоечный, kafel fartuqlar, rozetkalar, polniy mebellarimiz, jihozlarimiz, vычishkasi yana ko'rib turganingizdek ajoyib. Bu yerda katta komfortimiz do'stlar. Vычishka ishlab turibdi do'stlar. Jaluzi perdalar, bu yerda podokонникlar. Iloji bo'lsa kelib ko'ringlar, bu joyimiz bir ajoyib remont qilingan. Mulk egasi tomonidan aytilishicha, bitoy texnikalardan shu 2 холодильник, televizor, 2 televizorni olib ketiladi ekan. Podarka etilgan vazalari bor, shularni kiyim-kechaklarini posudasini olib ketadi. Zalimiz. Ko'rishingiz mumkin, laminatlardan eng qimmatidan cho'tki, ajoyib aboylar tortilgan, patoloqlar ham ishlangan bo'ladi. Bu yerda jihozlar emas qoladi. Mebellarimiz основной, sifatli ajoyib mebellar do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, jihozlarni o'zlaringiz bahosini berib boraverasizlar yurtdoshlar. Jaluzilar, bu yerda lyustralar, konditsionerimiz ham bor ekan, ko'rib turganlaringizdek. Zalimiz ham buzlatadi, ajoyib. Mebellar ham zo'rini olib qo'yibdi ekanlar do'stlar. Kelinglar, ko'ringlar, savdolashib olinglar. Spalni mebellar ham qoladi. Spalnidan bir konditsioner bor yurtdoshlar. Aboydan chiqib turibdi, bu yerdan mo'ysha aboylar urilgan. Polniy komplekt mebellar. Endi bu yerda seyf ketadi ekan, do'stlar, uni aytib o'tamiz. O'zini olib ketadigan mo'jizalarini aytdilar. Bu yerda shkafimiz. Katta shkaf. Mebellari. Приятный xonadon. Bu yerda bir konditsioner, yana bunda girgan yerda kattagina bir konditsioner, zalimizda yana bir konditsioner do'stlar. Like'ini bosib berasizlar deb umiddaman. 450 million so'm ekan yurtdoshlar. 2 kredit ham bor. Xohlasanizlar bank orqali kelishtirib olib beramiz. Aluvchilarga nasib etsin. Narxini ekranda yozib qoldiramiz. 2 kredit aytib o'tdik bor. Ushbu xonadonimiz ayrim bir yaxshi maqsadlarga ko'ra, ya'ni katta hovli joylardir, shu uchun sotiladi. Kelinglar, ko'ringlar, savdolashib olaverasizlar. Like'larni bosib o'tirgan obunachilarimiz sizlarga отдельно to'xtalib o'tamiz. Rahmat sizlarga bizning videolarimizni kuzatib, bizani podдержка qilib turibsizlar. Bemalol murojaat qilaveringlar. Sotadigan joylaringiz bo'lsa, qiziqib turgan joylaringiz bo'lsa, endi ko'p joylarga uspet etamiz video syomka etib reklama qilishga. Reklama chiqmagan joylarimiz ko'p bizning do'stlar. Telefon uringlar, kelishib arzora qilib beramiz inshaalloh. Omon bo'ling, salomat bo'ling.